60 soniyada Galaxy A53 smartfonini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Smartfon 2022-yil 24-martda taqdim etilgan. Doimiy xotirasiga kelsak 128 va 256, tezkor xotirasi esa 6 va 8 GB dan iborat. Batareya sig'imiga kelsak 5000 mAh. Bu taxminan 1 kunga yetadi. Exynos 1280 chipi bilan kundalik foydalanadigan ilovalar va o'yinlarni bemalol o'ynay olasiz. Oldi kamera 7 megapiksel 1080-60 fps gacha video yozadi. Asosiy kamera esa 64 megapiksel 4K 30 fps gacha video yoza oladi. PUBG Mobile'da Smooth Plus Ultra 40 fps, Smooth Plus High sozlamalarida esa 30 fps gacha ochadi. Sotib olsammikan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ba'zi narsalarni aytib qo'yay. Protsessor unchalik kuchli bo'lmagan sababli ba'zi bir murakkab ilova o'yinlarda qotib turadi. Haligacha yangilanish olganligini hisobga olsak, kundalik hayotda anchagina asqotadi.